sahobalar boshi birlashib qolsa, Rasul sallallohu alayhi vasallam kim nima eshitgan shu haqida so'rab qolardi. Huzayfa roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga rosa yaqin sahobalardan bo'lgan. Rasul sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan narsangizdan gapirib bering dedi. Men eshitganman dedi. Bir kishi vafot etar ekan dedi. Bir kishi vafot etar paytida o'zining yaqinlarini chorlab, men o'lganimdan keyin meni yoqib yuboringlar deb aytar ekan. Keyin kulimni olib turli xil nimaning yerning turli xil burchaklariga sochib yuboringlar deb aytar ekan. Shu vasiyatni farzandlari bajarar ekan. Mana shu vasiyatni farzandlari bajargandan keyin Alloh taolo kun fayakun bir narsani bo'l desa albatta u tezda bo'ladi. O'sha bandani qaytadan o'z holiga keltirar ekanda, o'sha bandani so'roq qilar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, o'sha bandan so'roq qilganda bandadan Alloh taolo so'rar ekan. Bandam nimaga unday qilding? Nega o'zingni yoqtirding? Nega kulingni ko'kka sovirding? Banda aytar ekan. Insonlarga manfaatim tegmadi. Fahsh ishim ko'payib ketdi. Sendan qo'rqdim, Robbim. Sendan shunchalar qo'rqdimki, azobingdan qolib ketishdan qo'rqdim. Sendan shunchalar qo'rqdimki, do'zaxda abadiy qolib ketishdan qo'rqdim. Senga yo'liqishlikdan uyaldim der ekan. Alloh taolo aytar ekan: "Ey bandam, mening azobimdan qo'rqdingmi? Qo'rqdim. Menga yo'liqishlikdan uyaldingmi? Uyaldim." Farishtalarga aytar ekan: "Sizlar guvohsizlar, shu bandani mag'firat qildim, kechirdim" der ekan. Azizlar, hammasi Imom Buxoriy hazratlari bu hadisni o'zlarining kitoblarida keltirgan sahih. Hamma narsa Allohning fazli bilan bo'ladi. Gunoh qilib qo'ysak, bu degani batoman shu gunohda abadiy qolib ketasan degani emas. Allohga tezda tavba qilingda, o'zingiz havas qilib yurgan kishilar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikki kishiga havas qilinglar degan. Biri ilm ahli. Ilmidan insonlar manfaat topsa, ikkinchisi boy kishi, uning saxiyligi. Mana shunaqa narsalar Allohning fazli bilan keladi. O'shaning uchun mana shu narsani Alloh taolodan so'rang. Qo'rqmasdan so'rang, uyalmasdan so'rang. Rasul sollallohu alayhi vasallam hatto oyoq kiyimining ipini ham Alloh taolodan so'rayman degan. Biz siz so'ragansizmi? Menga bitta patinka ber deb so'ragan. Biz ko'pchiligimiz shu narsani so'ramaganmiz. Rasul sollallohu alayhi vasallamga ikki dunyoning xazinasi warawadatul jibalu bi an takuna lahu zahaban fahaba. Tog'lar tilla bo'lishga tayyor bo'lgan zot edi Rasul sollallohu alayhi vasallam bosh tortdi. Mana shunday kishi oyoq kiyimlarining ipini ham so'ragan. O'shaning uchun insonga Allohning huzurida 2 daqiqalik umr berilar ekan, agar 100 yil umr ko'rsakda, shu umrning ichida odamlarga manfaatimiz tegishi uchun Allohning fazlidan shu muborak kunlarda so'raylikki, Alloh hammalarimizni insonlarga manfaatimiz tegadigandan bo'lsin. Rasul sallallohu